Milliy jamoamizning O'zbekiston sport tarixida ilk bor jahon chempionatiga yo'llanma olganini barcha yurtdoshlarimiz ham katta xursandchiliklar bilan kutib olishdi. Shuni ta'kidlashimiz kerakki, erishilgan muvaffaqiyatda jamoa tarkibida maydonda harakat qilgan xorazmlik futbolchilar Jaloliddin Masharipov va Jamshid Iskandarovlarning ham munosib hissasi bor. Milliy terma jamoasi futbolchisi O'zbekiston iftixori Jaloliddin Masharipov Urganchga yetib keldi va ta'til kunlarining bir qismini yaqinlari bilan o'tkazadi. Milliy terma jamoaning yetakchi futbolchisi Urganch xalqaro aeroportida tantanali kutib olindi. Yeğenimden juda ham xursandman, bilaman Xorazm xalqi o'zi kutib turadi, ko'pchilik o'zi SMS'lar orqali, telefonlar orqali shu tabriklab hamma yosh futbolchilarimiz bilan, xalqimiz bilan görüşürler etamiz. Tayyorgarlik sentyabr oyidan boshlanadi. Toshkentda yig'in bor, u yerda kafa turniri o'tiriladi. Birinchi niyat o'z jahon chempionatiga chiqishadi. Birinchisini uddaladik. Keyingisi albatta guruhdan chiqish bo'ladi. Jahon chempionati jiribirovka bo'lib, o'sha qaysi terma jamoalar tushganini qarab, kim tushundan qat'iy nazar baribir birinchi vazifa guruhdan chiqish. Ta'kidlaganimizdek, Jaloliddin Masharipov hamda Jamshid Iskandarovlar respublika milliy jamoamizning yetakchi futbolchilaridan hisoblanadi. Jamoamizga mundialga puxta tayyorgarlik ko'rib, yuqori natijalarga sazovor bo'lishlariga tilakdoshmiz.